O'zimizda faqat burnini yuvdirib yurganmiz, lekin buni qulog'ida ham muammo bo'lgan ekan, biz tushunmaganmiz. Roppa rosa 2 yil oldin bolachamizda operatsiya qilib bergan ekanmiz, adenoidlarni olib berganmiz. Adenoidni olishni bir necha xil usullari mavjud. Eng yangicha usulda, sheverniy usulda qilib berganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin natija, xudo xolasa qanaqa holatda. Ideal darajada olingan, silliq turibdi, hech qanaqa ma'lum bir qismi ham qolib ketmagan. Ya'ni yangicha metodni ustun taraflarini ko'rsatmoqchiman. Qolganini onalardan eshitamiz. Qizimda 2 yil oldin doimiy burni oqib yurardi, qulog'ida og'riq bo'lardi. Biz rosa o'zimizda ko'p davolatganmiz, yuvdirganmiz, lichenyalar olganmiz. Uni yozda ham burni oqib to'xtamasdi-da. O'zimizda faqat burnini yuvdirib yurganmiz, lekin buni qulog'ida ham muammo bo'lgan ekan, biz tushunmaganmiz. Doktorlar ham faqat shamollashga lichenyalar qilib yurgan ekanmiz. Odilxon akani eshitib bu yoqqa kelganmiz. Kelganimizda Odilxon akadan rosa yaxshi natijalar olganmiz. Xudoga shukr, mana 2 yildan beri qizim bezovta qilmagan, lekin ko'rsatgani vaqti bilan kelib turamiz. Natijalari yaxshi. Xudoga shukr.